holatingizga qarab qiling. O'zingizni holatingizni odamlar tushunmasa, o odamlar sizga kerak emas. Chunki bugun latta puttalar uchun, qaysidir to'y uchun sizni gapingiz bir joydan chiqmayotgan bo'lsa, oilani birinchi kundan buzilganligi yaxshi. Ertaga bir farzand, ikki farzand, yillar o'tib oila parokanda bo'lishligidan ko'ra to'y bo'lmasdan qaysidir gap so'zlar bo'lib u oilani ikki tomonga ajralib ketishiga yaxshi. Agar tushunmasa. Tushunsa-ku Alloh taolo yaxshilik bersin. Birodar biling, siz uylangan bo'lsangiz yoki uylanishlikka ancha qiz soliha ayol qidirayotgan bo'lsangiz, topilmayotgan bo'lsa, qizlaringizni bo'yi yetib, uning tengi topilmayotgan bo'lsa, kuyunmang. Alloh taolo